Toshkent shahrida ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni imzolandi. Farmonga ko'ra, Toshkent shahrida ekologik vaziyatni yaxshilash yuzasidan kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha maxsus komissiya tuziladi. Maxsus komissiyaga quyidagi vakolatlar beriladi. Jumladan, tabiiy changlanish, kuchaygan paytda sanoat korxonalari, transport, issiqlik ta'minoti va boshqa sohalarda cheklovlarni joriy qilish, transportlar harakatini cheklash, atmosfera havosi, sifatini salbiy ta'sir qiluvchi moddalar yoqqan issiqxona va boshqa obyektlar faoliyatini vaqtincha yoki to'liq to'xtatish, Toshkent shahrida boshqa hududlarga ko'chirilishi majburiy bo'lgan sanoat korxonalari va sanoat zonalarini belgilash, qurilish ishlarini amalga oshirishga cheklov va ularga talablar joriy qilish, shu jumladan qurilish vaqtida changni bartaraf etuvchi uskunalarni o'rnatish, qurilish uchun ajratilgan maydonlar kompleks tekshiruvdan o'tkaziladi. Farmonga ko'ra, maxsus komissiya Toshkent shahrida qurilish uchun ajratilgan 500 kvadrat va undan ortiq maydonlarda quyidagi talablar asosida kompleks tekshiruvni amalga oshiradi. Umumiy maydonning 25% ko'kalamzorlashtirilgan, suv purkagichlar o'rnatilgan, kirish-chiqish yo'laklari, avtotransportlar, g'ildiraklarni yuvish hovuzlari barpo etilgani, qurilish materiallari va maishiy chiqindilar tashishda transportlarning brezent yoki OVX qoplamali materiallardan tayyorlangan tent bilan yopilgan tarzda harakatlanishi. Shuningdek, maydoni 1000 kvadrat metrdan ko'p bo'lgan qurilish uchastkalarida fon monitoring stansiyalari o'rnatish va uni ekologik qo'mitasiga integratsiya qilish qurilishni davom ettirishning eng asosiy sharti etib belgilanadi.